Biz onlayn efirimizni davom ettiramiz. Studiyada ekspertimiz, demak siyosatshunos do'stimiz dotsent Muxtor aka Nazirov tashrif buyurganlar. Ularga ham bir necha savollarimiz bor. Chunki xabar ketidan ketma-ket xabar chiqib yotibdi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Isroilga mana hozir aytaylik, Eron oliy rahnamosini o'ldirmaslikni buyurgani. Ya'ni buni qanday qabul qilish kerak va buni qanday tushunish kerak? Mana shu kabi savollarimiz bor Muxtor aka Nazirovga. Assalomu alaykum Muxtor aka, xush kelibsiz. Endi to'g'ridan-to'g'ri siz bilan ko'rsatuvga kirib ketyapmiz. Chunki bilamiz, baribir mana shu vaziyatni doim kuzatib boryapsizlar. Umuman faoliyatingiz nuqtai nazaridan siyosatshunos sifatida va men o'ylayman sizlar ham biroz hayron qolayotgandirsizlar. Dunyo nega bunchalik urushlarga befarq bo'lib qoldi? Xohlagan vaqtda xohlagan davlat o'zini haq deb urush boshlab yuboryapti. Masalan, uzoqqa bormaylik, shu Hindiston va Pokiston mojarosini. Hindistondagi teraktga Pokistonni aybdor deb hisobladi va shartda zarba berib qo'ya qoldi. Bular yadro davlatlari. Biz mana bu juda ko'p muhokama qildik. Endi esa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yadro dasturi bo'yicha muzokara olib borilayotgan Eronga Isroilning hujumi. Xuddiki bu yoqda akasi gaplashib turganda, ukasi kelib bir urgandek bo'ldi. Muxtor aka. Birinchi umumiy savol beray. Sizningcha mana tendensiyalarni kuzatyapsiz, bo'layotgan voqea hodisalarni kuzatyapsiz. Mana urush boshlangan bugun 4-kuni, Muxtor aka. Mana shu aktiv fazasiga 4-kun. Isroilning maqsadi o'zi nima? Amerikani uyaltirishmi? Ya'ni seni muzokaralaring menga hech narsa emas deb, yoki ularning birgalikdagi o'yinimi? Ya'ni AQSh bu yerdan muzokara deb Eronni chalg'itib turadi, Isroil bu yerdan uradi, yoki umuman Eronning niyati yomonmi o'zi? Ya'ni tezroq yadro qurolini yaratib olib o'zi urush boshlashmi? Ya'ni men hozir hech kimni yonini olmagan holda o'zi maqsad nima bu yerda, Muxtor aka? Kuni kecha Isroil bosh vaziri Fox News telekanaliga bergan intervyusiga e'tibor qaratsak, u yerda ya'ni ochiq oydin, ya'ni bir diplomatik, bir qobiqlarsiz, haqiqiy bir harbiylarga xos bo'lgan aniqlik, sovuqlik bilan savollarga javob berdi. U yerda ta'kidlab o'tdiki, bir fikrni aytdi, hozirgi ma'lumotga sal mos kelmaydigan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, ayniqsa administratsiya Isroilning rejalaridan xabardor edi va uning maqsadi bu faqat 1-2 zarba berish emas, aynan Eronning yadro qurolini yoki yaratish imkoniyatlarini umuman yo'qqa chiqarish, uning mavjud aynan obyektlarini vayron qilishlik va yakunda esa aytdiki, ya'ni bu yerda Isroilning maqsadi qandaydir bir zarba berib, keyin haligi otash kesimga erishish emas, agar zarur bo'ladigan bo'lsa, umuman rejimni almashtirish haqida gap gapirdida. Ya'ni kichik bir davlatni, bir katta davlatni rejimini almashtirish haqidagi gaplari, ya'ni uning uchun unda resurslar mavjudmidi yoki bu qandaydir bir hozirgi raketa zarbalari berilayotganda jamoatchilikni bir qo'llab-quvvatlash uchun, ma'nan qo'llab-quvvatlash uchun gapirilgan gapmi degan o'ylarga undaydi. Lekin Fox News telekanalini juda yaxshi bilamiz. Bu o'ng qanot telekanali, ko'proq mana shu telekanalga Donald Trampning o'zi ham va uning fikrdoshlari, uning tarafdorlari intervyu beradilar va shundan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, bu o'sha Donald Trump auditoriyasiga berilgan bir xabar. Va siz aytgan, ya'ni Donald Trump aralash yozuvda, ayni ijtimoiy tarmoqda yozdi, ya'ni bu yo'lni qaytardim dedi, lekin Isroilning milliy xavfsizlik bo'yicha vaziri bu gapni inkor qilib chiqdi. Ya'ni bunaqa gap bo'lmagan, ya'ni hech qanday cheklov yo'q. Hatto shu rejim almashtirish masalalarida ham degan javoblar bo'ldi. Ya'ni bu yerda bir taassurot shundan paydo bo'ladiki, har ikki tomon ham bu urush qachonlardir boshlanishligini bilgan, lekin puxtaroq tayyorgarlik resurs tarafidan, xalqaro qo'llab-quvvatlov nuqtai nazaridan, hatto rahbariyatini evakuatsiya qilish nuqtai nazaridan, masalan, Isroil nazarda tutyapman-da. Va aynan shu Kiprga evakuatsiya qilinishi va Kipr atrofida Britaniya kemalari paydo bo'lishligi, Britaniyaning o'sha aynan Kipr Respublika qismidagi harbiy bazalarda faollashuv, ya'ni bu
avvaldan qandaydir rejalashtirilgandek taassurot uyg'otadi. Eronni maqsadi esa bu nazarimda bu o'sha o'zining proksi kuchlaridan, yaqin sharqdagi ta'siridan birin-ketin boy berayotgandan keyin, ya'ni bu mantiqiy masalaning davomi Eron hududi bilan yakunlanishi ayon edi. Proksidan keyingi maqsad, ya'ni o'sha yana proksi kuchlar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik, Eronning ta'sir imkoniyatlarini kamaytirishlik maqsadi. Endi uni ikki xil yo'l bilan amalga oshirishga harakat qilindi. Ya'ni siyosiy diplomatik yo'l bilan, bu o'sha muloqot AQSh o'rtasida o'tgan bo'lsa, AQSh bilan Eron o'rtasida, harbiy bu Isroil tarafidan. Endi boshidan mana shu harbiy reja nazarda tutilganmidi? Bu yerda ikki xil ma'lumot ko'zimiz tushadi. AQSh tomoni albatta o'zining xalqaro reputatsiyasini qandaydir o'ylagan holatda, yo'q, bu aynan haqiqatdan ham Donald Tramp ishongan tinchlik yo'l bilan kelishuvga erishish mumkinligini, Eron o'z xohishi bilan mana shu yadro dasturlarini, uranni boyitish dasturlarini to'xtatadi va uni boyitishni boshqa uchinchi tomonga, ular nazoratiga topshiradi. Eron hududida bu boyitilmaydigan bir kelishuvga keladi degan fikrlar yangragandi. Ana Isroilni bu yerdagi aralashuvi qaysidir ma'noda Eronda mana shu qilinayotgan ish to'g'ridek, ya'ni avvaldan ya'ni yadro quroliga ega bo'lishlik haqidagi bir yashirin harakatlar deymizmi, bular to'g'ri bo'lganligini qanday isbotlagandek ham bo'ldi. Eronning maqsadi avvalo o'sha Yaqin Sharq mintaqasida o'zining mavjudligini saqlab qolishlik, avvalo o'sha Oyatulloh Xomayniy rejimi saqlab qolishlik va uningga xayrixoh bo'lgan kuchlarni saqlab qolishlik birinchi maqsadi. Ya'ni har qanday davlatning birinchi maqsadi bu suverenitet va suverenitet saqlab qolishlik va o'zi tanlagan siyosiy yo'lni davom ettirishlik. Va bu masalada hozir urushni qancha uzoq davom etishligi ham ikki xil ekspertlarning chiqishi bor. Ya'ni qancha uzoq davom etsa Isroilga qanday zarari bor, Eronga qanday zarari bor. Va hozirgi ketma-ket raketa otishlarini agar oladigan bo'lsak, bu kimda resurs birinchi tugashi, bu asosiy masala bo'lib qolyapti. Va kimning mudofaa salohiyati yuqori ekanligi bu asosiy masala. Mana Eron tarafidan otilayotgan raketalarga mudofaasida aynan Amerika Qo'shma Shtatlari ham ishtirok etyapti. Shunga qaramasdan ham hozir mutaxassislar aytayaptiki, ya'ni o'sha temir gumbaz deymizmi yoki o'sha Patriot tizimlari deymizmi yoki SAD degan tizimlar deymizmi, baribir 10-15% raketa o'tkazib yuborish holati bo'lar ekan. 100% xavfsizlik ta'minlab bermas ekan. Shuning uchun ham o'sha raketa zarbalari ayrimlari nishoniga yetib boryapti. Eronda esa bu vayronkorlik darajasi Isroilga nisbatan ko'proq, ya'ni chunki u yerda uni mudofaa qilayotgan, unda aynan shu havo hududini u bilan birga mudofaa qilayotgan kuch mavjud emas. Va birin-ketin hozircha siyosiy ambitsiyalar yo'l bermayapti, lekin neft bazasiga zarba berishligi va bu undan keyin boshqa aeroportlarga zarba berishligi, harbiy inshootlarga zarba berishlik, hatto mana endi keyingi eskalatsiya darajasi bu siyosiy yetakchilarni yo'q qilishlik darajasiga ham yetib boryapti. Shunaqa bayonotlar chiqyapti. Va bu xuddi eskalatsiyani oshirgandan keyin Eron tomoni ham unga munosib javob berish kerak. Agar ortga chekinadigan bo'lsa, demak, agar ortga chekinishi bu yadro dasturi bo'yicha muzokaralar stoliga qaytish ko'rinishida bo'ladi. Bu hozircha vaziyat shuni olib kelyaptiki, aynan Eron tomoni javob berish salohiyati mavjud ekanligi va mana shu qarama-qarshilikni to'xtatishni bir usuli sifatida, bir psixologik bosim sifatida hali bizda qo'llanilmagan, eshitmagan qurollar bor. Ularni qo'llasak bu tep-tekis bo'lib ketadi degan gaplarni aytayapti. Ya'ni bu bayonotlar ko'proq nazarimda Isroilni qandaydir keyingi harakatlardan tiyib turish. Agar Isroil otishni to'xtatsa, biz ham darhol to'xtatamiz deyapti. Biz o'sha qurolimizni qo'llamaymiz deyapti. Xuddiki yana o'sha analogiya kelaveradi Rossiya Ukraina urushi bilan. Rossiya shu urush boshlangan paytida qandaydir Rossiya tomon chekinish bo'layotgan paytida ko'pchilikda shu fikr bo'lardi. Rossiyaning hali shunday qurollari bor, hali qo'llamagan. Ushlab turibdi xolos. Cheklangan imkoniyatlar bilan hozir harbiy harakatlar. Hozir ham xuddi shunday mesej berishga Eron tomoni harakat qilyapti. Rahmat Muxtor aka. Endi sizga biroz noan'anaviy savollar berishga harakat qilaman, chunki
avvalgi kuzatuvlaringizdan kelib chiqqan holda har bir dunyoda qachon urush bo'lgan bo'lsa uni atrofida doim ittifoqchilar yig'ilganda, ya'ni kimdir uni tarafi bo'lgan, ittifoqchi bo'lmagan taqdirda ham uning tarafini olib chiqqan. Lekin hozir biz ko'ryapmizki, bu mojaroda juda bir Eronga ittifoqchi bo'ladiganlar ko'p emas demaylik, umuman yo'q holatda deylik. Masalan, o'sha Pokistonning bayonotlarini aytmasa agar, Eron ham, Rossiya ham juda bir Eronga ittifoqchi bo'ladigan darajada bir nima demayapti. Shunday bir tushunchaki, ya'ni o'sha katta davlat, mana bunday mojarolarda katta davlatlar ham bo'linib qolardi-da o'zi. Qaysidir taraflarga. Lekin hozir mana Isroil tarafda kollektiv g'arb deyarli, lekin Eron tarafda juda bir Xitoy, Rossiya ko'rinmayapti. Hindiston ko'rinmayapti, deylik. Braziliya, Janubiy Afrika, ya'ni BRICS bo'yicha hamkorlar ko'rinmayapti uni tarafida. Global Janub ko'rinmayapti uni tarafida, Muxtor aka. Shundan kelib chiqish mumkinmi? Ya'ni o'zi umuman hali bu yoq tarafda o'zi birlik yo'q deb. Urush albatta har qanday urushdan katta davlatlar, ya'ni ittifoqchilik majburiyati agar katta davlat bilan kichik davlat o'rtasidagi o'rta davlat deylik, o'rtasidagi munosabatlarda ko'riladigan bo'lsa, katta davlat manfaatiga kirgandagina o'sha majburiyatlar ishlaydi. Mana Amerika Qo'shma Shtatlari NATO oldidagi majburiyatni ham aynan moliyaviy masalalarga bog'lagandi-ku. Ya'ni qanchalik buni moliyaviy tarafdan ta'minlab bersalaring, mudofaa qilib berishimiz mumkin. Va urush holatidan birinchi o'rinda manfaatdor tomonlar qurol yarog', neft narxi oshishligi va o'sha yerdagi qandaydir bir yangi bir yo'nalish olishi mumkin bo'lgan transport koridorlari deymizmi, qandaydir iqtisodiy resurslarni bir boshqa bir yo'nalishlarga ketishligi, yangi bozorlarni o'zlashtirish, ya'ni bularni ittifoqchilarni baribir harakatga keltiruvchi masala bu manfaatlar. Va Eronni bilan aynan ittifoqchilik, strategik sherikchilik deylik, sherikchilik darajasiga ega bo'lgan davlatlar siyosiy tarafdan o'sha ittifoqchilikni ko'rsatishga harakat qilyaptilar. Xalqaro minbarlardan qo'llab-quvvatlash yoki telefon qo'ng'iroqlarini olaylik. Putin, Tramp o'rtasidagi telefon qo'ng'irog'i va ular shu muammoni tinch yo'l bilan hal etishga bir to'xtamga kelganligi, hattoki Putindan iltimos qilinganligi bir vositachilik. Bunda ham maqsad borda, xalqaro siyosatga, global siyosatga Rossiyani qaytishligi. Lekin bu mojaro uzoq davom etadigan bo'lsa va turli ma'lumotlar ham chiqyapti. Yangi bosqichi bu o'sha Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yilish ko'rinishida bo'lishi mumkin. Dunyo neftga, gaziga, suyultirilgan gaz bozoriga ta'sir ko'rsatishligi. Bundan albatta aynan resurs eksport qiladigan mamlakatlar manfaatdor-ku. Demak, mana shu urushdan har qanday tomon o'zining manfaatini qidiradi. Agar Erondagi hozirgi tinchlik rejimi mavjudligidan manfaatdor tomonlar bo'lsa, aynan shu masalalarga aralashishni boshlaydi yoki qanday bir zimdan qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Masalan, Erdo'g'on bilan ham Tramp o'rtasidagi telefon qo'ng'irog'i bo'lgan. U yerda ham mana shu masalalar muhokama qilingan va Erdo'g'ondan ham so'ralgan, ya'ni vositachilik qilish taklifi berilgan. Ya'ni mana shu mintaqaga tutash, mintaqa atrofidagi davlatlar muayyan darajada mana shu jarayonlar bir nazoratdan, tizgindan chiqib ketmasligini xohlayapti. Ya'ni aytmoqchi emasman, tinchlik bo'lib, raketa otishlar to'xtatilib, yana avval hech narsa bo'lmagandek bu davlatlar yana o'zini rivojlanishda davom etdi. Yo'q. Bu jarayonlar nazoratdan chiqib ketmasin. Ya'ni yadro obyektlarga zarar berishligi, bu radiatsiyaning paydo bo'lishligi, dunyodagi aynan shu iqtisodiy tartibsizliklarga olib kelmasligi, ya'ni har bir shu ittifoqchilar bu yerda o'zining maqsadini ko'proq ko'zlayapti deb o'ylayman. Masalan, Xitoyni oladigan bo'lsak, Xitoy juda ham katta neftni Erondan sotib oladi-da. Neft narxi oshishligi uni iqtisodiy tempiga ta'sir ko'rsatadi. Boshqa muqobil bozor izlash kerak bo'ladi. Eron beradigan ob'yomni beradigan boshqa muqobil. Masalan, mana shu taraflari bor. Lekin harakatlarida bu narsa ko'rinmayapti. Endi biz Xitoy haqida harakat deganda mana Muxtor aka, men juda ham bir urushlarga qarshi odamman, o'zi bilasiz, juda bir bu qon to'kis zulmga eng qarshi bo'lgan odamlardan biriman. Men aytmoqchi harakatlarda deganim urushni to'xtatish va tezkor to'xtatish. Buning uchun kerak bo'lsa o'zini dastaklarini ishga solish.
ko'rmayapmizda. hozir bu yerda Isroil bu yerda urushni to'xtatish mumkin bo'lgan masala bu Isroilga qaysi davlat bosim o'tkaza oladi? Amerika Qo'shma Shtatlari. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari nomidan Netanyahu intervyusida gapiryapti. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bizga kart blansh bergan. Harakat erkinligini bergan. Biz bu har bitta harakatlarimizni biz muvofiqlashtirganmiz deyapti. Ya'ni bu bilan bu harakatlar uchun muayyan mas'uliyatni Amerika Qo'shma Shtatlari yelkasiga yuklayapti. Bunda endi Amerika Qo'shma Shtatlari qanday qilib Netanyahuga avvalo muvofiqlashtirilgan masala bo'yicha bosim o'tkazishi mumkin? Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Endigi bosim masalan shu ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bir diqqatim tortadigan jihati mana shu vositachilik funksiyasini o'ziga olmoqchi bo'lgan tomonlar qaysidir ma'noda Eronga bosim o'tkazishga harakat qilishyapti. Ya'ni Eron san to'xtagin, raketa hujumlar qilmagan va buning oqibatlari keyinchalik rejimni ag'darilishiga olib kelishi mumkin. Tengma-teng oxirigacha bora olmaysan ko'rinishdagi. Masalan, o'sha Putin bilan Pezeshkan o'rtasidagi muloqotda Erdo'g'on tomonidan bildirilayotgan o'sha fikrlar ham, ya'ni tinchlantirish masalalari ko'proq bu masalada eskalatsiyadan Eronni qaytarishga o'xshaydi. Ya'ni Isroilni qaytarish masalasini hozir ommaviy axborot vositalarida kuzatmayapmiz. Endi Xitoyniki bilamiz. Xitoy bilan bo'ladigan muloqot ko'proq Xitoy uzoq muddatli maqsadlar bilan ishlaydi. Xitoy hozirgi o'zi uchun qarama-qarshilik o'chog'i bo'ladigan mintaqaga aralashib qolishni istamaydi. Ya'ni avvalo uning maqsadi o'zi tutash bo'lgan hududlar bilan bog'liq, uning iqtisodiy manfaatlari bilan bog'liq. Va qaysidir ma'noda mana shu oladigan bo'lsak, mana shu Zangezur koridori bor. Zangezur koridori Markaziy Osiyoga tutashib, Xitoyga tutashib, Yevropaga ulaydigan mana shu. Va bu koridor Eronni ko'pincha qarshilikka duch kelardi-da. Bu ochiq aytilmagan tomonlari ham bor va Eronni xuddiki shu Rossiya bilan o'rtasini kesib qo'yayotgandek ta'sirot uyg'otardi. Lekin mana shu koridorning mavjudligidan Xitoy manfaatdorligini ko'rsatyapti. Va bu Eronni qaysidir ma'noda kuchsizlanishi yoki transformatsiyaga duch kelishi mana shu maqsadlarni amalga oshirishga agar yo'l beradigan bo'lsa, Xitoy ham manfaatdor bo'lishi mumkin. Ya'ni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, bu ittifoqchilik bu qaysidir muddat bilan, qandaydir bir muqaddas bir narsalar bilan belgilangan emas. Ya'ni bu xalqaro munosabatlarga xos bo'lgan birinchi o'rinda manfaat va urushdan barcha ittifoqdosh bo'ladimi, dushman bo'ladimi, birinchi o'rinda foyda ko'rishni ko'zlaydi deb o'ylayman. Shu savolni davomi Muxtor aka, shu aytganlaringizdan kelib chiqsak va umuman ya'ni boshqa ma'lumotlardan kelib chiqsak, bugun Eronning ittifoqchilari bor deyish mumkinmi? Eronning ittifoqchilari endi bitta narsa olishimiz kerakki, Eron bilan kurashayotgan tomonda o'ziga xos koalitsiya mavjud. Xalqaro diplomatik tarafdan Isroil yakkalangani yo'q. G'azodagi harakatlardan keyin ham to'g'ri ayrim davlatlar tarafidan harakatlar bor, lekin bu Isroilga katta ta'sir ko'rsatgani yo'q. Endi nima desa bo'ladi? Hozir Eron tomonida turli fikrlar bor. Masalan, siz Pokiston o'sha harbiy yuqori mansabli harbiysini fikrlarini keltirib o'tdingiz. Ya'ni qo'llab-quvvatlashimiz kerak degan. Endi bu masalani agar real olib qaraydigan bo'lsak, amalga oshirish qiyin-da. Chunki bu ikkita qarama-qarshi tomonga haligi qo'shilish degani, ya'ni urushga sherik bo'lish degani. Bu hozirgi urush allaqachon ya'ni Isroilni agar berayotgan bayonotlarga qaraydigan bo'lsa, ekzistensial urush. Isroil ham yashab qolish uchun, Eron tomoni ham rejimni saqlab qolish uchun. Va bu masalaga, masalan, ittifoqdosh bo'lib qo'shiladigan tomonda ham deyarli shunga yaqin manfaatlar bo'lishi kerak. Hozir Pokistonga nisbatan agar masalan oladigan bo'lsak, bunaqa xavf mavjudligini ayni paytda bilish qiyin. Ya'ni bunaqa xavf yo'q yoki qandaydir bir hududiy tarafidan boshqa tashqi bosimlarga uchrayotgani yo'q. Endi ittifoqchilari masalan agar strategik sheriklarni oladigan bo'lsak, ular o'sha aytganimdek siyosiy diplomatiya tarafdan Rossiya, Xitoy qo'llab-quvvatlashga harakat qilgan. Bundan tashqari u Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo. Va siyosiy diplomatik tarafdan mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar rahbarlarini, tashqi ishlar idoralarini
bayonotlarni qarasangiz, ya'ni siyosiy diplomatik yo'l bilan eskalatsiyaga oshirmaslikka da'vo bor, ya'ni umumiy pozitsiya mavjud. Lekin bu mojaroga ittifoqchi sifatida qandaydir aralashishga biror bir davlat jazm qilayotgani yo'q. Yana qo'shimcha savol, Shimoliy Koreya Eronga yordam berishi mumkinmi? Chunki bilamiz, Shimoliy Koreyaning o'zining siyosati bor, o'zining tashqi siyosati bor, kerak bo'lsa o'zining protokollari bor. Hattoki o'sha Sergey Lavrov ham tushunmay qolgan edi. Yodingizda bo'lsa, Vladimir Putin tashrif buyurganda Shimoliy Koreyaga Kim Chen In bilan uchrashuvda umuman protokol bo'yicha hamma davlatlarda oldin vazirlar kirib oladi, keyin prezidentlar kirib ko'rishadi. Mana shunday. Ularda esa aksincha, oldin prezidentlar kirmaguncha hech kim kirmas ekan. Sergey Lavrovni ham chiqib turing deyishganda shuni voqealar aytib qo'ysalaring bo'lmasmi degandek bir fikrlar bo'lgan. Ya'ni protokoli ham o'zgachada uni Muxtor ekan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, dunyoda bo'layotgan voqealarga ham munosabati o'zgacha va xohlagancha munosabat bildiradi Shimoliy Koreya. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Shimoliy Koreya Eronga yordam beraman deb qolishi mumkinmi? Endi bu yerda bitta talabi bor. Masalan, ya'ni baribir sizdan o'gina bizdan bo'gina deydi. Ya'ni bu Shimoliy Koreya ham qandaydir bir urushga tayyorgarlik ko'rayotgandek taassurot uyg'otyapti. Ya'ni raketalansa uni o'tkazyapti, o'zini harbiylarini real urush sharoitiga yuboryapti, qurbonlarga qaramasdan. Dron texnologiyalarini o'zlashtiryapti, o'zlarining dronlarini ishlab chiqaryapti. Va mana shu tarafidan agar manfaatdorlik bo'lmasa, ya'ni bu yerda baribir Shimoliy Koreya qandaydir bir haqiqatdan mustaqil o'yinchi, unga ta'sir ko'rsata oladigan iqtisodiy, siyosiy ta'sir ko'rsatadigan kuchlar bo'lsa ham, endi agar Xitoyning muayyan darajada bu mojaroga qandaydir aralashuvi bo'ladigan bo'lsa, aynan shu Shimoliy Koreya orqali bo'lishi mumkin. Xuddi Rossiya Ukraina urushida, ya'ni Shimoliy Koreya faol raketalari bilan qurol-yarog' sotgan holatda qatnashganidek. Birinchidan bu urush qandaydir Shimoliy Koreyaga kuchli daxl qiladigan masala emasdek tuyuladi nazarimda. Va aytaymanku, ya'ni bu urushni asosiy harakatga keltiruvchi masalasi qachonki bu urush o'sha lokal darajadan chiqib ketsa, dunyo iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatsa, neft, gaz, suyultirilgan gaz narxi oshishligi, mana bu Qizil dengizda o'tadigan Suvash kanalining ishlamay qolishligi, yoki umuman shu akvatoriyada kemalarning harakati, aynan savdo kemalarining harakatiga yo'l bermasa, dunyodagi fond birjalariga ta'sir ko'rsata boshlasa, katta davlatlarni keyin aralashuvi menimcha zarur bo'ladi. Hozirgi paytda agar bu o'zaro raketa otish orqali ikki tomon bir-birini kuchsizlantirar ekan, mana hozir portlarga zarba berishni boshlandi. Hayfa porti bor. Yana bitta porti bor shimoliy qismida, Ashdod adashmasam. Bu portlarga zarar berishligi, ya'ni o'ziga xos o'sha hududga keladigan yuklar qatnovini izdan chiqaradi. Ya'ni iqtisodiy infratuzilmalarga zarba berish jarayoni ketyapti. Ya'ni bu yerda o'ylaymanki, o'sha katta masshtabdagi urushga bormasa kerak. Ya'ni qaysi bir tomonni hozir shu urush harakatlarga undayotgan psixologik bir bosimdan muayyan darajada qutulgandan keyin, ya'ni jamoatchilik fikrida o'zgarish yuzaga kelgandan keyin urush harakati ham to'xtasa kerak deb o'ylayman. Rahmat. Bu bo'yicha, ya'ni urushning tugashi bo'yicha yana Muxtorga alohida savollarimiz bor. Endi keyingi xabarga e'tibor qaratmoqchi edim. Daryozda chiqqan Eronda Isroil uchun dron va bombalar yasagan maxfiy ustaxona topildi. Eronning Ray shahrida Isroil uchun kamikadze dronlar va qo'lbola bombalar yig'uvchi maxfiy ustaxona topildi. Bu haqda Ray shahri huquq-tartibot kuchlari qo'mondoni polkovnik Husayn Mafi xabar berdi. Deyildi. Ma'lum qilinishicha, ustaxona Tehronning janubiy chekkasida joylashgan. Fuqarolar u yerga shubhali tashriflar haqida ko'rsatma bergan. Razvedka guruhlari va politsiya xodimlari sud orderini olgandan so'ng darhol operatsiyani boshladi. Mazkur xonadon bo'yicha o'tkazilgan tergov davomida ko'p miqdordagi dronlar, kamikadze dronlar ishlab chiqarish uchun uskunalar, qo'lbola bombalar va boshqa jihozlar aniqlandi hamda musodara qilindi, deyiladi. Husayn Mafi xabarda uning aniqlik kiritishicha, ustaxonada 200 kilogramdan ortiq portlovchi moddalar va kamikadze dronlarni yaratish uchun ko'plab uskunalar topilgan. Eslatib o'tamiz, 15-iyun kuni Eron politsiyasi Ray shahrida Isroil razvedkasi Massadning 2 nafar agentini qo'lga olgan. Muxtor aka. Xo'p, endi urushlarda bu deylik bo'lishi mumkin bo'lgan holat deyilishi mumkin. Deylik o'sha Rossiyada ham o'sha Pautina, o'rgimchak to'ri operatsiyasida shunga o'xshash holat bo'lgan. Endi savol, Eron o'z xavfsizligini qanchalik ta'minlay oladi? Men Eronga qarshi gapirmoqchi emasman. Muxlislarga ham aytib qo'yaylik. Ya'ni biz hozir maksimal
xolis turib tahlil qilishga harakat qilyapmiz, hurmatli muxlislar. Chunki Shunday. aybni yopgan bilan u davolanib qolmaydi. Maqsad shu narsalarda ziyrak bo'lish. Men hozir xursand bo'layotgan bir jihatim, bu yerda odamlar u yerda aytibdi, ya'ni shubhali odamlar ko'p kirib chiqyapti shu yerga degan. Endi bu bir tomondan Stalin davrini ham eslatib yuborish mumkin, donoslar masalasi. Lekin ikkinchi tomonda hushyorlikni hech kim hali bekor qilgani yo'q. Muxtor aka, agar masalan Germaniyada ham men o'ylamayman sen bilganingni qilishing mumkin deb. Aytadiki 2 sekundda seni politsiyaga topshirib yuborish mumkin yoki uyingda agar biror bir shubhali narsa to'g'risida xabar topsa politsiyaga xabar berish. Hech kim ularni hali bir donoschi deb aytmaydi. Lekin bu jiddiy masala xavfsizlik nuqtai nazaridan. Mana shu nuqtai nazardan bugun Eron o'z xavfsizligini qanchalik ta'minlay oladi, qachonki demak unga dushman bo'lgan, unga urush ochgan yoki unga qarshi operatsiya qilayotgan mamlakatning harbiy tuzilmalari u yerda bemalol ustaxona ochib dronlar esa o'tirgan bo'lsa. Endi bitta narsa borki, hali urush boshlangandan keyin jamiyat o'zgaradi-da, urushdan oldingi, urushdan keyingi. Va bunga kuchli mafkuraviy asoslar va safarbarlik holati va o'sha axborot bosimlari shunga xizmat qiladi. Ya'ni juda ham kuchli mana konsolidatsiya, ya'ni yaqinlashish, birdamlashish jarayoni yuzaga keladi. Va shuni effekti deb o'ylayman. Endi Eron hududiy jihatdan juda ham katta va uning hududini to'liq nazorat qilish imkoniyatlari qanchalik, bu mutaxassislar buni balkim yana aniqroq javob berish mumkin. Lekin Eronni atrofida aynan Isroil bilan normal diplomatik munosabatga ega bo'lgan davlatlar ham mavjud. Masalan, biz buni Ozarbayjon ko'p tilga olganmiz. U Eron tomonidan ko'plab notalar ham berilgan. Ikkinchi taraf esa mana ommaviy axborot vositalarida o'tgan hafta bir ma'lumot chiqdi. Ya'ni aynan Afg'onistonda ham dron ishlab chiqarish aynan yo'lga qo'yilganligi sobiq Britaniya harbiy bazasida ular tark etgan. Tabiiyki o'sha hududda o'quvlar o'tkazilib, xuddiki o'sha bir qismi o'sha Eron tarafdan yasalgan nimaga o'xshaydi? Shahid 136 droniga o'xshaydi, biri o'sha Amerikaning o'sha nimasiga harbiy droniga o'xshaydi. Ya'ni dron ishlab chiqarish juda darajada ommalashib ketdi-da va uni nazorat qilishning yo'li umuman mamlakatga dron olib kirishni har qanday yo'l bilan cheklash yoki dron uchirishni cheklash va maxsus insonlarga, maxsus tashkilotlargagina ruxsat berishlik orqali aniqlash mumkin. Agar bunday qilinsa, ya'ni dronlarni kirib kelish kanallarini nazorat qilish imkoniyati oshadi. Mayda detallardan agar kimdir tayyorlasa ham baribir umumiy taqiq bo'ladigan bo'lsa, u ayon bo'lib qoladi. Bu birinchi. Ikkinchi tarafdan esa Isroilning maxsus xizmatlarini baribir bir mahoratini baribir past ko'rmaslik kerak. Ya'ni u juda ham jiddiy tayyorgarlik ko'rilgan, qanchadir insonlar vergovka qilingan bo'lishi mumkin va shu nuqta zarba beradigan nuqtalar, shaxslar aniqlangan va unga tayyorgarlik ko'rilgan va o'ta yuqori aniqlikda bu harakatlar amalga oshirilyapti. Eronni qaysidir ma'noda mana shu ko'proq zarar ko'rayotganligi, havo mudofaa tizimlari muayyan darajada izdan chiqqanligiga mana shu mamlakat ichida ham shu maxsus xizmat vakillari ishlaganligidan dalolat beradi. Va Eron endi bundan keyingi masala, ya'ni baribir urushni asosiy yuki iqtisodga tushadi-da. Iqtisodiy holati agar mana shu urush natijasida yomonlashadigan bo'lsa, masalan, o'sha portlarga zarar berilishi, Tehron yaqinidagi katta neft qayta ishlash zavodiga zarar berilayotganligi va bu soha xuddi uni asosiy daromad keltiradigan sohalari va bu obyektlarni zarar ko'rishligi urushni uzoq davom etmasligiga olib keladi baribir. Ya'ni qanday resurs topish kerak yoki qanaqadir strategik manbalarni izlab topish kerak yoki qaysidir bir ittifoqchi mamlakat uni mana shu xarajatlarni o'zini zimmasiga olib manfaat ko'zlab Isroilga qarshi kurashda ishtirok etishlik kerak. Hozircha men bunday davlatni kuzatmayapman, balkim vaqt ko'rsatadi. Va urush mana shu iqtisodiy chegaralar kelganda, masalan, xolodilni ochganda keyin nima ishlaydi-ku, xuddi shu holatga to'xtasa kerak deb o'ylayman. So'nggi chiqayotgan xabarlardan biri demak, hozir mana shuni aniqroq aytib ketay.
ya'ni Eron poytaxtini ko'p aholi tark etyapti degan xabar chiqdi. Hattoki o'sha bir odamga 25 litrdan ko'p benzin berilmayotgan ekan, yoqilg'i berilmayotgan ekan. Ya'ni aholining ko'p qismi poytaxtni tark etayotgan, chunki tinmasdan hujumlar bo'lyapti. Mana shunday xabarlar ham chiqyapti. Muxtor aka, endi boyagi savol, katta savolimizga qaytamiz. Keyin ruxsat bersangiz, muxlislarning savollariga vaqt ajratsak. Bu urushning 4-kuni. Bugun Isroil Eron urushi qachon tugaydi? Endi agar rasmiy manbalarga qaraydigan bo'lsak, Isroil mamlakatdagi o'sha favqulodda holatni, alohida holatni 30-iyungacha deb e'lon qilgan. Demak, hozirgi prognozlarga qaraganda, demak 30-iyungacha yo harbiy harakatlar davom etadi yoki o'sha davrgacha Isroilda shu havo hujumidan mudofaa tizimlari faol o'sha davrda ishlaydi. Va dastlabki shu harakatlar boshlangandayoq esingizda bo'lsa, Isroil tomoni avvallari bir esga qoladigan narsa, zarba bersa sharh bermas edi-da, izoh bermas edi. Va kim qilganligini ham tan olmas edi. Va bu yerda tayyor tan olib, hattoki bu birinchi fazasi hali ham davom etishi mumkin degan holat. Demak, bu yerda masala, ya'ni ko'proq izdan chiqazish, ya'ni infratuzilmalarni izdan chiqazishlik. Eronni endi baribir nozik tomoni mana shu bitta resursga tayanib qolgan iqtisodiyotga ega ekanligida va uni o'sha yashirin tankerlar tizimi yoki o'sha neft ishlab chiqaradigan sohalari bor, ular hududlari aniq va yadro tadqiqotlar o'tkazadigan Isfaxon shahri, uni atrofidagi o'sha Natanz shaharchasi ham aniq. Ya'ni aynan shu mintaqalarga zarba bo'lishligi aniq. Shuning uchun ham o'ylaymanki, urushni davomi agar o'sha berilayotgan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, bu 30-iyungacha o'sha alohida favqulodda holat Isroilda ishlaydi. Demak, mana shu davrda urushda Isroil baribir faol bo'ladi. Endi shu davrgacha Eronning javoblari qanday bo'ladi? Eronning raketalardagi zaxiralari qanday? Mana ko'ryapmiz, o'sha tovushdan tez uchadigan zarbalar. Haligi kadrlarda ham ko'rsatyapti, raketa uchib portlab bo'ldi, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ovoz eshitilyapti-da. Va bunday holatlar zaxiralar qancha muddatga yetishligi bu ko'p narsaga oydinlik kiritadi. To'g'ri otayotgan, masalan 50 ta raketa otayotgan bo'lsa, shundan bir 10%igina o'tayapti, qolgani urib tushiryapti. Va bu tempda har bir kunda 2 martalab, ertalab, kunduzi, keyin kech payt bunaqa zarba beraverish, ya'ni uning zaxiralari qancha muddatga yetadi? Ya'ni bir oy mana shu tempda ushlab tura oladimi? Va dron zarbalari ko'ryapmizki, Eronni juda ham katta effekt berayotgani yo'q. Juda ham istisnoli holatlar bo'lmasa, uchish tezligi juda ham past va ovoz avvaldan bildiradi va Isroilga kelgungacha ham aynan o'zini havo hududini yopgan davlatlarni o'zi urib tushiryapti ularni. Isroilga bormasdan. Demak, Eronning asosiy ta'sir kuchi o'sha tovushdan tez uchadigan raketalar. Va ular albatta uni har birini tayyorlashga ma'lum bir vaqt ketadi, ma'lum bir resurs ketadi va uning Eronning zaxiralari qancha muddat yana shu urushni davom ettirishga ketadi. Xo'p, qaysi bir oyga yetdi deylik, lekin uni o'rnini to'ldirishchi o'sha bir oydan keyin bir oy ham davom etadigan bo'lsa va bu masalalar hozircha ochiq qolyapti. Rahmat Muxtor aka. Hurmatli muxlislar, marhamat, mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, siyosatshunos do'stimiz Muxtor aka Nazirovga berishingiz mumkin. Xo'p, shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tay. Mana shu Isroilni ham hozir harbiy harakatlar davomida bundan oldin Netanyahuga e'lon qilingan order va G'azodagi harakatlar natijasida yarim iqtisodiy blokadaga tushgan. Va natijada uning hozirgi kunda tashqi qarzi ham oshib borayotgan ekan. Masalan, shu ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, hozir Isroilning tashqi qarzi 357 milliard AQSh dollariga yetgan. Va bu raqam urush paytida oshib boradi. Harbiy xarajatlar oshadi va muayyan iqtisodiy cheklov natijasida, ya'ni bu yerda aytmoqchimanki, urushning yuki bab-baravar tushyapti ikkala davlatga ham. Va shuning uchun ham ular bu urushni uzoq davom etishidan ko'p ham manfaatdor bo'lmasa kerak.
Rahmat. Muxtor aka, birovga ishonib urush qilmaslik kerak. Eron tarixi juda uzun. Eron Isroilni yenga oladimi to'g'ridan to'g'ri urushga kirishsa deb savol berishibdi. Sizningcha? Endi to'g'ridan to'g'ri urush endi agar harbiy qo'shinlar bilan bo'ladigan bo'lsa, endi u umumiy chegarasi mavjud emas. Buning uchun hali Iroq, Iordaniya, Suriya kesib o'tish kerak. Ikkinchidan esa Eronning kuchli floti bo'lishi kerak o'sha hududlarga yetib borgungacha. Buni ham tasavvur qilish juda ham qiyin. Raketa zarbalari masalasida aytdik. Endi tarix bilan bog'lamaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni Eronni ko'pincha xaritaga qarab turib, aholisi 90 million, uzoq 3000 yillik tarixga ega va kuchli mafkuraga ega degan jumlalarni ishlatamiz, lekin ular urushda qanday effekt beradi? Ya'ni baribir harbiy texnologiyalar, iqtisodiy qudrat ko'p narsani hal qiladi deb o'ylayman. Xo'p, AQSh urushga qo'shilishi mumkinmi? AQShni bilvosita menimcha ishtirok etyapti. Ya'ni Eron uchirayotgan raketalarni urib tushirayotganligi bu birinchidan. Ikkinchidan Isroil tarafidan berilayotgan bayonotlar, ya'ni bu har bir harakatimiz muvofiqlashtirilgan. Uchinchidan esa bunday aniqlikdagi zarba berishlik uchun Isroilning o'zini ya'ni sputniklardan kuzatish, ya'ni harbiy razvedka imkoniyatlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ma'lumotlar berish. Chunki har bir zarbadan keyin uning qanaqa effekt, qanchalik darajada reaktorlarga yetib borgan, o'sha qanday radiatsiya mavjud emasmi? Buni juda ham yuqori aniqlikda sputnikni kuzatib turilibdi-da. Va bu birgina Isroilning o'zining imkoniyatlari doirasidagi masalalar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda bilvosita AQShning hozir ishtiroki mavjud. Rahmat. Yana chiqqan bir xabarlardan biri, Netanyahu genotsid siyosatini davom etmoqda. Isroil mudofaa vaziri Katsning aytishicha, Tehron aholisi kechagi javob zarbalari uchun badalini to'laydi. Bu o'sha Eron armiyasining Isroil hududiga navbatdagi ballistik raketalar zarbasi Hayfa sanoat zonasiga jiddiy zarar yetkazilgan, elektr stansiyasi ishdan chiqarilganligi to'g'risidagi xabarlar ortidan kelyapti. Ya'ni Israel Katz aytayaptiki, ya'ni o'zi ham aytib turibdi. Javob zarbalar uchun badalini to'laydi. Ya'ni Eron bizga javob zarbalarini bergani uchun endi javob beradi. Javob bergani uchun javob beradi deyapti-da hozir. Bu endi bir narsani aniqlik kiritib olishimiz kerak. Hozir bu urush qandaydir bir pragmatik maqsadlarga emas, mafkuraviy urushga aylanib qolganda. Isroil ya'ni o'sha o'zi uchun xavfni biladigan har qanday davlatga, har qanday xalqaro huquqiy me'yorlardan chetlab o'tib bo'lsa ham harakat qilyapti o'sha zarba berishga. Bu xalqaro huquqni tagiga juda ham katta zarba bo'lib xizmat qilyapti. Ya'ni mavjud juda ham ruscha aytganda nozik xurib ketadi-yu, juda ham nozik turgan tizimni kundan kunga u zarbaga duch kelyapti. Va xuddiki o'sha yovvoyi tabiat qonuni ishlaydigandek ta'sirot paydo bo'lib qolyapti. Ya'ni kuchlilar huquqi, huquqsizlik hammaga qarshi kurashish, ya'ni o'sha Vestfaliya tizimi va omon qolgan davlatlargina qoladi, siyosiy hayratlar tez-tez o'zgaraveradi. Xuddi shu holatni eslatayotgandek ta'sirot uyg'otadi. Ya'ni shunga olib kelyapti bu harakatlar. Va qudratli davlatlarni aralashuvi albatta zarur. Ya'ni bir narsani kuzatdim men, aynan Trampga nisbatan. Tramp harakatlarida qandaydir mas'uliyat yuki kamroqda. U avval nimadir ish qiladi, keyin izoh beradi. Ya'ni avvaldan rejalashtirilgan harakat yo'q. Va mana shu holatlar ko'plab aynan unga qandaydir bir fikriy yaqin bo'lganlar yoki shaxsiy yaxshi munosabatga ega bo'lgan siyosatchilar foydalanishga harakat qilyapti. Masalan, o'sha buni Vladimir Putinni ham atashimiz mumkin. Benyamin Netanyahuni ham aytishimiz mumkin. Ya'ni u muayyan gaplarni gapirayotganda qandaydir uni real asoslar ko'pincha ham yetarli bo'lmaydi. U bayonotlardan keyin xatti-harakatda amalga oshiradi. Va mana shu o'ziga xos tizimsizlik deymizmi, mana shu holat yaqin sharq mintaqasiga ham ta'sir ko'rsatyapti. Masalan, shu Rossiya-Ukraina urushi foniga ham ta'sir ko'rsatyapti. Va bu juda ham xatarli tendensiya deb o'ylayman. Rahmat. Mana bu savolda men biroz xabarni ko'rmay qolibman.
Tunis Misr G'azo karvoni nega Misr tinchlikparvar aktivistlarni deport qilyapti? Nega Misr G'azoga gumanitar yuklarni o'tkazdirmayapti degan savol. O'zi bu bo'yicha biroz Endi befarq. qarang, menda ham unday xabar yo'q. Ya'ni yuklarni o'tkaziladigan mana shu yerda Rafaq nimasi bor. Shu o'tadigan o'tkazish punkti mavjud. Endi Misr bu yana chuqurroq bu mintaqa bo'yicha ixtisoslashgan do'stlarimiz bor. Ular yana ham ma'lumot bera oladi. Ya'ni bu yerda mantiq shundan iboratki, Misr bu mojaroga aralashib qolishni albatta istamaydi va unga birinchi o'rinda iqtisodiy dosh bermaydi. Va bu yerda ya'ni juda ham katta ya'ni ichki norozilik massasi yig'ilib qolyapti-da va mana shu holatni kimdir manipulyatsiya qilish kerak. Bu harbiy harakatlarga ham aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun ham harbiy harakatlar amalga oshiriladigan bo'lsa, biz Isroil bilan Misr o'rtasida qanday to'qnashuv kelib chiqishini hozir tasavvur qilmaymiz-ku, lekin shunday holat bo'ladigan bo'lsa, albatta hozirgi Misrning iqtisodiy imkoniyatlari bunga yo'l bermasa kerak deb o'ylayman va geosiyosiy loyihalarni ko'pchilik yaxshi biladi, masalan, katta Isroil loyihasini-da va u o'sha katta Isroil loyihasi bilan Sinay yarim orolini ham qamrab olishligini juda ham yaxshi bilishadi va buning uchun qanday sabab oqibatni yaratib berishlik, agar uni oqibatiga davlat o'zi tayyor bo'lmasa, menimcha hozircha zarur narsa bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Muxtor aka, sizga hamma salom bergan Muxtor aka. Va alaykum assalom, salomat bo'lasiz. Savol shundan iboratki, bu urushdan ko'ra ko'proq siyosiy o'yinga, ya'ni neft mafiyasining o'yinlariga o'xshayapti degan savolga. Endi neft narxi oshganligi rost. Endi vaziyat yana o'z izmiga qaytadigan bo'lsa, yana neft yana o'z o'rniga qaytishi mumkin. Bu yerda agar masala Eronning umuman neft bozoridan chiqishi, vaqtincha chiqishini e'tiborga oladigan bo'lsa, Eron beradigan neftni qaysi bir davlat kompensatsiya qilishi kerak. Yo Saudiya Arabistoni ko'proq ishlab chiqarishi kerak, yoki Rossiyaning soyadagi floti yaxshiroq ishlab qoladi. Yaxshiroq ishlashi kerak, yoki o'sha hozircha faol Yevropa o'zini shimol tarafini yopishga harakat qilyapti. Asosiy koridor shu tarafdan olib qolgan bo'lib qoldi. Boshqa koridori bu shimoliy koridor deydi, u shimoliy yo'l deydi, u butun Rossiya hududidan aylanib uzoq sharq bilan boradigan hudud. U masofasi ham juda ham uzoq. Mana shu hudud ishlayapti. Endi agar neft narxida oshishidan yevropaliklar manfaatdor bo'lmasa, o'sha muayyan darajada o'sha flotga ham, soyadagi flotga ham ko'z yumishi mumkin-da, neft narxini barqarorlashtirish uchun. Va shuning uchun ham bu yerda mintaqaviy davlatlarning ham manfaati bor. Ya'ni Eron yetkazib beradigan davlatni bozorini ulushini egallashiga. Ya'ni boshqa davlatlar ham mavjud imkoniyatlar darajasida ishlab chiqarsa oshirishi mumkin neftni. Albatta bu juda ham katta bir geosiyosiy oqibatlarga olib keladigan harakat bo'ladi. Lekin men buni mafiya demagan bo'lardim. Ya'ni bu yerda Isroil o'zini geosiyosiy maqsadlarini amalga oshirishga jiddiy kirishib va hozirgi Trump paytidagi bir tizimsizlik holatidan maksimal foydalanishga harakat qilyapti deb o'ylayman. Rahmat. Keyingi savol. Ajoyib savol, Muxtor aka, ajoyib savol. Kun kelib yoki qachondir mayli, AQSh Eron bilan arab davlatlari kabi do'st bo'lib ketishi mumkin. Mana bugun hududdagi agar Yamanni aytmasak, barcha arab davlatlari AQSh bilan do'st. Suriya ham mana bugun. Bugun Suriyani ham dushman davlatlar qatoridan chiqarib yubordik-ku. Chunki qarasangiz, asosiy Isroilning raketalari, samolyotlari qaysi hududdan o'tdi? Suriyaning butun hududidan o'tib, mamlakatga Bag'dodga borib, anaqaga Tehronga borib tushdi-da. Demak, bu marshrutlar albatta kelishilganda, mana bu tinchlik sanksiyalarning olinishligi, AQShning u yerdagi harbiy kontingentini chiqib ketayotganligi va u yerda Turkiyaning qandaydir bir infratuzilmalar paydo bo'lishligi nimani evaziga? Nimadir qanaqadir bir rejani bir qismi bo'lganda. Dunyo biz o'ylaganchalik sodda emas. Shunday. Endi bo'lishi mumkin. Endi masalan, mana qarang, hamma bilan do'st Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu hududda. Deyarli. Faqat Eron
shu oxir oqibat Eron bilan ham shunaqa do'st bo'lib qolishi mumkinmi? Tarixda bo'lgan-ku, Rizo Pahlaviy davrida bo'lgan-ku. Uni yo'q, lekin Muxtor aka, endi siz bilan bahslashaman. Albatta Rizo Pahlaviy davrida bo'lgan, lekin unda xalq Rizo Pahlaviy bilan uncha yaxshi emas. Ammo arab davlatlarida hozir unikal holat. Umuman olganda xalqi ham rozi. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatari, Saudiyada ham, ya'ni xalqi hukumati orasida munosabat normal va hukumatining AQSh bilan ham munosabati normal. Mana shu nuqtai nazardan endi boya Rizo Pahlaviy davrida qarang, yana bu yerda farq bor ekan Muxtor aka. Rizo Pahlaviy davrida biz ko'rgan manbalarda xalqi juda zo'r yashagan deyilmaydi, lekin elitasi zo'r yashagan. Lekin arab davlatlarida tushunishim bo'yicha xalqi ham yomon yashayotganga o'xshamaydi. Endi bu yerda baribir mafkuraviy asos bor-da. Ya'ni bular bu arab musulmon mamlakatlari to'g'ri qandaydir milliy davlatchilik yo'lidan ketyapti, sekulyarlashib boryapti, lekin bu yerda din degan tushunchalar bor. Bu narsalarni baribir inkor qilmaslik kerak deb o'ylayman. Ikkinchidan esa bu yerda Isroil davlati bor. Isroil davlat sifatida mavjudligi va uning sarhadlari atrofida xavfsizlik hududini paydo bo'lishligi, agar uning hozir Isroildagi o'ng siyosatchilar trendga chiqqanligi qaysidir ma'noda shu trend saqlanib qoladigan bo'lsa, hozirgi G'azo bilan ham Isroil cheklanmay qolishi mumkin. Ya'ni atrofdagi kuchsiz davlatlardan kelib chiqib, masalan, olaylik, o'sha Suriyaning shimolidagi Jo'lan tepaliklari atrofidagi Suriyaning janubi, Isroil shimolidagi demoqchi edim. O'sha hududlarni, bufer hududlarni egallagan hududlarni ham anneksiya qilishi mumkin yoki endi tasavvur qilaylik, balkim mana shu xavfsizlik masalasi taqozo qiladigan bo'lsa, Livanning janubini ham okkupatsiya qilishi mumkin. Okkupatsiya qilib turdi-ku muayyan davr. Ya'ni nima demoqchiman? Bu yerda masala qandaydir Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaqin Sharq arab mamlakatlari o'rtasidagi emas deb o'ylayman. Bu yerda baribir Isroil mavjudligi, uning davlatchiligi mavjudligi va uning barqaror xavfsizligi ko'proq birinchi masala bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunga qo'shimcha savol ketyapti. Ushbu urushga Turkiya va Pokistonning munosabati endi qo'shilishi demaylik, rasmiy munosabatlar bildirildi-ku, ya'ni eskalatsiya qilinmaslik, ya'ni ikki tomonni ham tinchlikka chorlash va Turkiya tomoni rasman aynan Isroil baribir tanqid ostiga oldi bu xatti-harakatlar va zarbalarni buzilishi, bu inson xalqaro huquqning qo'pol ravishda buzilishi sifatida baholandi. Aynan bu baholar hozirgi kunda nazarimda yetarli emas. Bu xuddiki nima to'g'ri, nima noto'g'riligini faqat eslatish xolos. Va bu bilan amaliy harakatlarga o'tilmasa, unga qanday Isroilga ta'sir ko'rsatish yoki Eronga ham unga javob qaytarish uchun ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini ishga solinmasa, bu harbiy harakatlarni to'xtatish imkonsiz deb o'ylayman. Hozirgi nazarimda Eronga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari mavjud. Shuning uchun ham Eronga ko'proq ta'sir o'tkazilayotgandek taassurot uyg'otadi. Masalan, Rossiya tomonidan, Rossiyaning aralashuvi, Turkiya tomonidan, Xitoy tomonidan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodagi iqtisodiy holatni barqarorlashtirish maqsadidan, mantig'idan kelib chiqib, muayyan iqtisodiy shartlar evaziga qandaydir bir o'sha yetkazilgan infratuzilmalarni tiklashga yordam berish ko'rinishidagi va'dalari bilan mana shu harbiy harakatlarni to'xtatishga bo'lgan harakatlar ham bo'lishi mumkin. Muxtor aka, nega ommaviy axborot vositalari, endi juda bir Muxtor akaga tegishli emas ekan bu, lekin Muxtor akadan maslahat tarzida so'raymiz buni. Sizningcha nega ommaviy axborot vositalari urushlarga jiddiy e'tibor beradi-yu, lekin Sudan, Liviya kabi mamlakatlarni unutadi? U yerda hammasi tinchib ketdimi? Endi Sudan, Liviya nazarimda endi bu dunyo siyosatiga qanchalik ta'sir ko'rsatish, o'sha voqeani rakursdan olib qarash kerak deb o'ylayman. Ikkinchidan, asosiy ommaviy axborot vositalarida tarqatayotgan kuchlar deymizmi yoki o'sha trend yaratayotganlar, bu g'arb ommaviy axborot vositalarida axborot massiv o'sha tarafdan ko'proq aylanadi. Ular prioritetni belgilab beradi. Masalan, bir internet ochsangiz yoki xabar o'qisangiz, o'sha qaysidir bir voqea haqida ko'proq xabar chiqsa, demak u sizga manipulyatsiya natijasi siz uchun ham muhim bo'lib qoladi.
hozir Afrika haqida aytsangiz, masalan, yurtdoshlarimizdan so'rasangiz ham, ular uchun qandaydir bir muhim xabar bo'lmasligi mumkin. Agar Sudandagi voqealar, o'sha fuqarolar urushi yakuni, u yerdagi millionlar tinch aholining qurbon bo'lganligi, harbiy jinoyatlar haqidagi masalalar, bu o'sha Afrika va uning Sudan atrofidagi davlatlar kesimidan tashqariga chiqmaydi-da. Eron bilan, Yaqin Sharq bilan bog'liq, Rossiya Ukraina bilan bog'liq masalalarga bizning mintaqalarimizga ham o'ziga xos daxldorlik joyi bor, ta'sir ko'rsatadi. Va shuning uchun ham odamlar baribir shundan kelib chiqib o'zini xavotirini bildiradi, o'sha xabarlarni, voqealar kechuvini nazorat qilishga, kuzatib borishga harakat qiladi deb o'ylayman. Rahmat Muxtor aka. Bir savol kelyapti. Xo'p. Oldingi Eron zarbalari jiddiy effekt bermas edi, ya'ni asosiy zarba bo'sh joylarga tushar edi. Hozirgi zarbalarda Eronning effektiv zarbalarini ko'ryapmiz. Masalan, o'sha Isroil Katsning bayonoti ham ularga bu yomon ta'sir qilganini bildiradi. Endi Eron yo'qotadigan narsasi yo'qmi, qolmadimi? Shuning uchun bu shunday zarbalari jiddiylashib ketyaptimi yoki biz bilmaydigan boshqa sabablar bormi, Muxtor aka? Bu yerda asliga yana bir o'sha rasmiy xabarga e'tibor qiladigan bo'lsak, ya'ni Isroil rasmiylari bilan Eron rasmiylari berayotgan xabarlarda farqlar bor. Masalan, Isroil rasmiylari, harbiylar tarqatayotgan ma'lumotda har bir zarbadan keyin o'sha obyekt to'liq izdan chiqqan, qayta tiklanmaydigan holatga kelgan degan ma'lumot berilyapti. Eron tarafidan esa bu aksincha. Isroil tomoni aytayaptiki, biz umuman Tehron atrofi, Tehrongacha Eronning g'arbidagi butun havo mudofaa tizimini yo'q qildik. Samolyotlarimiz bemalol kirib chiqishi mumkin deyapti. Eron tomonidan esa urib tushirilgan raketalar, samolyotlarni videolari chiqyapti yoki shunga o'xshash bir xabarlar kelyapti. Har bir tomonda o'sha urush paytidagi o'ziga xos axborot urushi ham ketyapti. Ya'ni masala mana shu ikkala xabar o'rtasida bo'lsa kerak. Endi haligi raketalarning zarbasi oshayotganligi deyotganimiz, endi avvalgi o'sha 100 dan ortiq raketa o'sha zarbalar berilganda o'shalarning 90% dronlardan iborat edi va kam sonli aynan ballistik raketalar edi. Tovushdan tez uchuvchi raketalar edi. Hozir esa dronlar nisbatan kamroq, o'sha raketalar ko'proq va uni o'sha ommaviy axborot vositalari ham aytilyapti, ya'ni 10-15% o'sha mudofaa tizimlaridan o'tishi mumkin. Ya'ni biror bir mudofaa tizimi 100% kafolat bermaydi, hattoki o'sha mukammal bo'lsa ham. Lekin masala shundan iboratki, bu vaqt masalasida. Mana shunday intensiv raketa otishlariga qanchalik Eron zaxiralari dosh beradi yoki Isroilning zaxiralari dosh beradi. Yoki Amerika mana bu AQSh aynan Rossiya Ukraina urushidagi asosiy masala ham shundan iborat ediki, bunaqa katta harbiy qurol yarog' ishlatiladigan urushni, uzoq davom etadigan urushga AQShning zaxiralari ham dosh bermasligi mumkin. Ya'ni u shunday holatlar bo'ldiki, o'sha zavodlar vaqtida ishlab chiqara olmaganligi uchun Bayden davrini eslaylik, AQSh o'zini milliy zaxiralardan raketalar berishni boshladi-da. Va bu holat uzoq davom etadigan bo'lsa, Isroilning ham imkoniyatlari cheklanib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda hammasi resursi qancha uzoq davom etishligiga bog'liq deb o'ylayman. Shuni yakunlasak bo'ladi. Sizga kattakon rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli muxlislar, demak, peshingacha bo'lgan kurslarimizni hozir yakunlaymiz. Peshindan keyin yana davom ettiramiz. Salomat bo'ling.